o'zingni qadringni bilgan narsalaringni ko'pligi bilan o'lchama. Men ko'p kitob o'qiganman, men ko'p narsani bilaman, shuning uchun qadrim baland dema. Balki o'zingni qadringni odamlarga qilayotgan yaxshiliging, jamiyatga qoldirayotgan xayriyating bilan o'lcha. Ilmli odam o'zini ilmi bilan g'ururlanmasligi kerak. Agar odamlar sen ularga yetkazgan narsalardan foyda olishgan bo'lsa, ta'sirlangan bo'lsa, sendan o'rgangan narsani hayotiga tatbiq qilib saodat topishgan bo'lsa, shunda sen saodatli bo'lasan. Demak, o'zingda bor bo'lgan yaxshiliklarni o'zi bilangina saodatli bo'la olmaysan. Balki odamlarga yetkazgan narsalaring bilan, yaxshi narsalaring bilan saodatli bo'lasan. Islom ummati yetib qolishi mumkin bo'lgan eng katta xatar